Assalomu alaykum, meni hurmatli kuzatuvchilarim. Gentra 3-paysi avtomat korobka 4 ta yangi sezonniy baloni bilan GK2 mokriy. Mashinani men haydab ko'rdim. Haqiqatda idealniy ekan. Anchadan beri bunaqa yumshoq mashina, ya'ni Gentra minmagan edim. To'g'risi, menga juda ham yoqdi. Idealniy hadovoylarni chuqurga tashlab ko'rdim. Yumshoq, ko'pto. Xuddi shumka bo'lgan mashinaga o'xshaydi, lekin shumka bo'lmagan mashina. Xo'p, bu mashinamizni probegi 81 ming yurgan, aytafon. Ali soatlarigacha bor, sidena chexollari ham idealniy, salon akkuratniy, poliklari, zo'r ekan. Tonirovka ham ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Patologlar ham yonib turadi-yu, yozda yuk qo'ysanglar, lekin borini aytaman. Shunaqa yumshoq, anchadan beri bunaqa yilingi Gentralar ham bunaqa yumshoq emasdi. Ko'pto yurish haqiqatda aytganimdek. Bu mashina 2020-yil 3-paysi avtomat, hech qanaqa xarajat yo'q. Срочный narxda 10 300 bo'lsa beraveramiz. Like bosib, podpиска qilinglar, jo'natib qo'yinglar videoni.